Hürmetli görürmenler, bugünkü dersimizde altın ve gümüş varaq haqida to'xtalib o'tamiz. Altın, gümüş deganimizda demal pul, mal ve bayliq esimizga keladi. Amaliyotda buning tibbiy jihatdami nurg'un foydalari bor. Ammo diqqat bilan iste'mol qilishga tavsiya qilamiz. Altınning o'zi 1060 gradusda eriydigan, erigan vaqtida yeşil ko'rinadigan, ammo normal sharoitda seriq rangda ko'z oldimizga keladigan moddiy bir barliq. Onunki dünya iqtisadi ve aile iqtisadidagi o'rni bugungi temamiz emas. Altın'niki tabiati issiq bo'lib, bütün bedenimizde 70 kiloluk bir kişide 0,1 milligram miktarda bedende altın mevcut bulup durdu. Altının özü issiq tabiati bilen moddalarni eritish ve yürüşleştirish ta'siriga ega. Şu sebeplik altın asasen miyani quvvatlash, bedendeki soğuk yerlerini taqitish, yürekni kuchlandirish, put-qo'lga mag'dur berish jihatlarda ma'lum payliq ta'siriga ega. Albatta buning miqdori intayin az bo'ladi ve bunu cho'qim tabiblardan maslahat so'rash orqali iste'mol qilishga to'g'ri keladi. Tibobetimizda oltinni davoimishki qatorliq shohona yuqori darajalik qimmatlik dorilarimizga qo'shimcha material o'rnida ishlatamiz. Altınni asas material qilib dori yasashga yoki altınni ko'p miqdorda saf holatda iste'mol qilishga bo'lmaydi. Chunki barliq metallar asosan qonda uyutma shakllantirdi, tomirda to'silish paydo qilib qo'ydi yoki tomirni tamoman etib qo'ydi. Bedende metaldan zaharlanish kelib chiqib, tez vaqt ichida o'limga olib boradi. Shuning uchun altın ya gümüş iste'molida cho'qim tibbiy o'lchamlarga va ta'limotlarga rioya qilishimiz lozim. Günlük turmuşumuzda altınninki qattiq holatda emas, altın varaq şeklinde doğruğa ve yemekliklerge qetib iste'mol qilish ko'riladi. Mesela polo yoki petermantining ustiga altın varaq o'rab yoki ustiga besib iste'mol qilish qadimdan mavjud bo'lgan yemek-ichmek odatlarimizdan biridan iborat. Altın'daki varaq şekli intayin nepiz ve intayin yengil bo'lishqa, polo ustiga besib yegan vaqtida bir kishiga 2 altın varaqdan eshib ketmaslik sharti bilan ruxsat qilsak bo'ladi. Ama her kişiye altın varaq iste'mol qilish va yoki altın varaqni tamoqqa qo'shib iste'mol qilishni da'vat qilmaymiz, ta'kidlamaymiz. Bu qandaqdir ehtiyoj emas, ko'z qilish yoki kibrning bir belgisi bo'lib qolganligi uchun biz hatto altın varaqni tunishtirib qo'yamiz, ammo kundalik turmushimizda davomli ishlatishga, davomli iste'mol qilishga tavsiya qilmaymiz. Chunki insonlarning hammasi altın varaq iste'mol qilish saviyasida emas ve altın iste'mol qilmasaqmi bedenimizdeki ehtiyojni boshqa yemek materiallar orqali tamamen hal qilib ketalaymiz. Hal bundaq ekan, altın varaq iste'mol qilishni başka ma'nolarga, başka bir şekildeki kibir ve bayashatlıkka temsilen davamlaştırsak, insanlıktan, özümüzden, tibabetten
ve aklımızdan ayrılıp gitmemiz. Şunun için altınınki ne kadar mühim işgalligini bilip kalaylı, ama bunu tiyiplarının məsləhətisiz istimal kılmaylı. Endi kümüş ve rak hakkında toxtalsak, kümüşnünki özü tabiiti soğuk, bu kuruq soğuk bulup, bu bedenimizde mevcut olan intayın az miktarda mevcut olan metallardan ibaret. Kümüşni tibabette asasen soğuqni aşırış, ısıqlıqni pasaytish, ısıqdan bo'lgan revmatizmni yaxshilash, shundaqla uyuşuqchi bo'lgan jiddiyat va aldiraqsalliq va tiriklikni pasaytish jihatlarda ajdodlarimiz yemekka qo'shib iste'mol qilishni o'tirib qo'ygan. Bayaqı deganimizga o'xshash oltin va kumushni iste'mol qilish tamamen tibbiy bo'lishi, uni boshqa ma'ni yoki kibr yoki o'rinni ko'z qilish uchun iste'mol qilmasligimiz lozim. Yuqorida biz oltin varaq va kumush varaq haqida to'xtalib o'tdik. Buning istimaldaki ifadelerini elbette tibbi cihetten çeklep, elbette özümüzün ihtiyaç noktasından oylanıp, elbette bunu medeniyet, tibabet ve insaf noktasında bir çıtlaşımız gerek. Bunundan işip ketişki olmaydı. Bugünkü dersimiz müşagiç oldu. Her hoş, keyin görüşkice aman bulaydı.